6 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi sizni kutmoqda. Оплаты картами. Assalomu alaykum ukajon. Bir minutga mumkinmisiz? Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimiz. Hozirgina siz jinoyatchi maqomiga ega bo'ldingiz. Shuni tushunib yetyapsizmi? Nima qilibman ekan? Agarda siz o'zingizga tegishli bo'lmagan kartalarni ko'chada topib olib, ularning ichidagi pullarni o'z ehtiyojlaringizga sarflab yuborsangiz, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismida belgilangan jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Yengil holatlarda 100 ming rubldan 500 ming rublgacha bo'lgan jazo qo'llaniladi. Agarda og'ir bo'ladigan bo'lsa, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi sizni kutmoqda. Qo'rqitmang aka, u hozir 500 rubl 600 rubl ishlatganimga meni qamab yuborishmasa kerak. Tashlab yuboraman hozir kartani yo joyga olib borib qo'yaman. Buni endi foydasi yo'q. Chunki hozir 21-asr, hamma yerda kameralar mavjud. Sizning yuzingiz kameralarga tushib qoldi. Mana maslahatim ushbu holatlarda darhol politsiyaga murojaat qilish kerak yoki bo'lmasam kartaning orqasida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kartani topib olganingiz haqida xabar bering.